Assalomu alaykum aziz obunachalarim. Sizlarga ajoyib 07 topib qo'ydim. 07timizga propan gaz balonlari qo'yilgan. Poliklar, rezin poliklar qo'yilgan. Ajoyib ko'rinishda zapaskalari bor, yaxshi holatda mashinamiz. Zaddiy moslarida ovoz yo'q, hadovoylari bir ajoyib yaxshi qilingan. Hadovoylarda ish yo'q. Balonlarimiz ham yaxshi holatda, sakadiskaga o'xshaydigan kalpaklar qo'yilgan. Euro diskalar. Mana ichkari salonimiz, orqa salonimiz ko'rsalaringiz, chexlar o'rnatilgan, kolonka, poliklar, rezin poliklar qo'yilgan. Endi esa oldingi salonimizning oldingi qismi. Mashinamiz 1984-yilda ishlab chiqarilganiga qaramay, mashinamizda bor yo'g'i probegi 76.000 kilometr. Qoyilmisiz? Jigar bosib yuboradigan joyingiz. Pioneer magnitofonlari qo'yilgan barchalar. Xullas, mashinamizning ichkarisiga ham navro'cha qilib qo'yilgan. O'zbekiston bayrog'imizga bitta like. Motorimizga kelsak, motorimiz Chevrolet Niva motor qo'yilgan. Yangi akkumulyatorlar qo'yilgan. Xullas, mashinamizni olib faqat minadigan odam bo'lsa bo'ldi. Hech qanday xarajati yo'q. Mashinamiz ajoyib holatda. Mashinamizning narxi 25 million. Egalarining nomerlarini qoldiraman pastda. Telefon qilib, yana ham to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Manzilimiz Samarqand viloyati Nurobod tumanida. Oldi nima deyapti? Bu Mercedes eslatib yuboradigan 07timizda narxi o'ziga xos, balonlari yaxshi holatda, o'zi ham sostenasi zo'r. Telefon qiling va ushbu ajoyib mashinamizning egasi bo'ling.